shu yigitimiz hozir dunyoning eng katta kompaniyalaridan biri, top 10 talikda turadigan kompaniyalardan biri IBMda dasturchi bo'lib ishlayapti. Farzandingizni ta'limga berayotganda qo'rqmaysiz, bolamning tarbiyasi, ta'limi nima bo'lar ekan deb. Yo'lda yurayotganda chuqurga tushib ketmayman deb qo'rqmaysiz, chunki yo'llaringiz ham tekis bo'lgan bo'ladi. Tushunyapsiz? Ertaga pora berishga hojat qolmaydi, chunki qoidalarni birov buzmaydi. Jamiyat biz istaganda aslida jamiyatga aylanadi. Qachon? Hammamiz o'z sohamizda eng yaxshisi bo'lishga harakat qilsak. Porani olib kelib qo'ymagan u joylarga. Ilm bilan erishgan ko'pi. Ya'ni Allohning fazli bilan albatta bu narsa, lekin ilm sabab bo'lgan bu narsalarga. Bu narsani ota-ona, ya'ni birinchi o'rinda ota-ona tushunish kerak. Ular nima uchun qaytmayapti degan savolni beraman. Ya'ni men uni tushunyapman, sizni tushunyapman, dardingizni tushunyapman, kelib vatanga xizmat qilsin deyapsiz. Lekin ularda maqsadi nima? Yoshlardan, bugun maktabda o'qiyotgan bolalardan PUBG ni yig'ishtiring. PUBG ni Instagram sizga umuman foyda bermaydi, ishoning. Xorazmcha podcast. Xorazmcha podcast. Xorazmcha podcast. Xorazmcha podcast. Xorazmcha podcast. Loyiha Najot ta'lim qo'llab-quvvatlovi asosida. Assalomu alaykum, Temur aka. Va alaykum assalom. Siz Xorazmga Rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat katakon. Siz loyihangizda ko'rib turganingizni xursandmiz. Orzu qilganlik bir paytlar Temur aka bilan suhbat qilishdi. Alloh taolo nasib qilgan ekan. Xayrli bo'lsin yangi boshlagan loyihalar. Siz bemalol xorazmcha gaplayverasiz, ya'ni gapiraverasiz. Men tushunib to'liq adabiylashga gapiraveraman, muammo yo'q. O'zi taklif qilganingiz uchun rahmat. O'tgan yili esingizda bo'lsa 1 yil oldin gaplashganimizda shunaqa podkast qilaman deganingizda, maqsadlaringizni, orzularingizni aytib berganingizni chin ko'ngildan istagan edim. Mana bugun debocha sifatida 3 ta loyiha olinibdi, 3 ta son olinibdi loyihaning Xorazmcha podkasti. Ishonamanki, bu podkast Xorazm ahliga, umuman shu joyda yashayotgan insonlarga, yoshlarga manfaatli bo'ladi. Ilmlarini oshirishga, dunyoqarashlarini kengaytirishga ancha yordam beradi. Temur aka, siz haqingizda qisqacha ma'lumotni tanishtirib o'tsam, Xorazmga obunachilaringizga, bizni ko'rib turgan tomoshabinlarga. Temurbek Adhamov o'zi kim? Temurbek Adhamov 31 yoshda 1994-yil Farg'onaning Quva tumanida tug'ilgan. 2010-2014-yillarda Xorazmning Ar-Roziy madrasasida o'qigan. Madrasani tugatgach, Toshkent Islom institutida ta'limini davom ettirgan. 2019-yil Toshkent Islom institutini tugatib, Najot ta'lim akademiyasiga asos solganlar. Undan tashqari, Osmondagi bolalar, alohida mavzu va Lola animation loyihalariga asos solganlar va hozirda Robbit akademiyasi rahbari sifatida faoliyat yuritmoqdalar. Undan tashqari Shuhrat medali sovrindori. Temur aka, bizga ma'lumotlar shu, haqida qolganini o'zingizdan eshitsak. Xo'p. Haqiqatan o'zim Xorazmga begona emasman. 2010-2014-yillarda, ya'ni 9-sinfni tamomlab, Farg'ona viloyatining Quva tumanida Xorazmga kelib o'qiganman. Ko'rayotgan odamlar savol bo'lishi mumkin, nega aynan Xorazm deb? Chunki Farg'onada madrasa yo'q. Sabab o'sha yili ligota beriladi har yili. Aynan masalan Farg'onaning o'quvchilari bu madrasaga topshirishi mumkin degan ligotalar berilgan. O'sha paytdagi ligota Xorazmga berilgan edi. Shuning uchun Xorazmga kelib topshirganmiz. Shu yerda 4 yil davomida o'qiganman. Shuning uchun xorazmcha gapirishingizni bemalol tushunaman, lekin biroz o'zim gapirishimda ozgina qiyinchilik bor hozir. Sulaymondan hech kim Sulaym gamaydi. Xorazmcha bilan tushunasiz. Gapiraman, unda muammo yo'q. Bemalol xorazmcha gapirishingiz mumkin, ya'ni odamlarga qulayroq bo'lishligi uchun men adabiylashga gapirib ketaveraman. Xo'p, undan keyin 2014-yil tamomladim. 2001 yil o'qishga kira olmadim. 2015-2019 Toshkent Islom institutida o'qidim. Najot ta'lim 2008-yil ochilgan asosan. Bu dasturlash, dizayn va marketing bo'yicha ta'lim beruvchi IT ta'lim markazi hisoblanadi. Toshkent shahrida, undan tashqari Toshkent shahrida 3 ta, undan tashqari Farg'onada, Samarqandda va nihoyat mana Xorazmda ham o'zimiz filialimizni ochdik. Juda istagandim bir vaqtlari Xorazmda ham filial ochishdi. Najot ta'lim haqida yana qisqagina aytsam, Najot ta'lim O'zbekistondagi eng katta IT ta'lim markazi hisoblanadi. Bir paytda o'zida aynan dasturlash, dizayn, marketing bo'yicha ta'lim beradigan. Hozirgi undan tashqari endi osmondagi bolalar yoki alohida mavzu orqali odamlar tanishishi mumkin. Bu ijtimoiy loyihalarim bo'lgan. Odamlarga haqiqatan bir dardlarini yetkazishlik uchun o'zim chin ko'ngildan istab qilgan loyihalarim edi bular. Edfix nomli onlayn ta'lim platformamiz bor. IT o'rgatish bo'yicha u ham. Lola Animation nomli multfilm ishlab chiqaradigan loyihamiz bor. Va oxirgi tasdiqlangan loyihamiz bu Robbit. Aynan 8-15 yoshli bolalarga robotika va IT o'rgatuvchi. Hozir shaxsan o'zim shu loyihamda rahbarman.
shu loyihamda faoliyat olib boraman. Asosiy faoliyatim shunda. Va Robit akademiyasini ham Xorazmda ochsiz filiali. Ha, xursandchilik bilan aytishim mumkin, Robitda hozir Xorazmda o'zining filiali bor, ochildi. Ma'lum bir darajada bolalar o'qiyapti bu joyda va haqiqatan e'tirof qilgan narsam sizlardagi yoshlar, yigit-qizlar, bolalar algoritmlash bo'yicha, logika bo'yicha ancha oldinda. Xorazmda bo'ldi. Aynan Xorazmda. Haqiqatan buni tan olib aytaman. Bizni Najot ta'limni dasturlashda algoritmlash bo'yicha musobaqa bor. Oxirgi 3 safardan beri Xorazmlik o'quvchi birinchi o'rinda olyapti ekan. Robotexnikaning asosiy missiyasi nima? Xo'p, robotexnikani asosiy maqsadi, keling sizga bitta savol beraman. Ko'p ota-ona menga savol beryapti, ya'ni o'zi robotexnikadan maqsad nima deb. Agar lekin chet elga chiqqan ota-ona bu savolni bermaydi odatda. Sababi dunyoning rivojlangan mamlakatlari yoshlarda ta'lim robotexnikasi ancha rivojlanib boryapti. Bugun ikkita soha dunyoda trend chiqyapti. Bu AI hamda hardtech. Bu hardtech bu qattiq texnologiya degan ma'noni bildirsa, ya'ni qattiq texnologiya bu o'sha biz ko'rayotgan robotexnika hisoblanadi. Hozir dunyoda robotlar haqida gaplar chiqishni boshladi. Elon Musk o'zining robotini chiqaryapti, Xitoy robotini chiqaryapti, Nvidia o'zining robotini chiqaryapti. Hamma robotlar chiqarishni boshladi. Nega shu paytgacha bo'lmagan desiz? Birinchidan uni qo'llab-quvvatlaydigan chiplar va uni qo'llab-quvvatlaydigan sun'iy intellekt bo'lmagan. Ya'ni o'zini o'zi mustaqil boshqaradigan darajadagi. Lekin bugun voqelik shu darajaga qarab ketyaptiki, robotexnika kundan kunga rivojlanyapti va ta'lim robotexnikasi uni fundamenti hisoblanadi. Turkiya, Janubiy Koreya misolida bemalol ko'rsak bo'ladi. Endi sizga misol keltirmoqchimanki, bizda RoboSumo degan musobaqa bor. Ko'p ota-onalarga shu misolni keltiryapman. RoboSumo musobaqasida bitta tumanli doiradan bir robot boshqa bir robotni chiqarib olish kerak bo'ladi. Ha. Ko'rib turmaysiz. Bir robot boshqa bir robotni chiqarib olish kerak. U yerda robotlar ikki xil turi bor, mexanik hamda avtomatik. Mexanikda bola o'zi qo'lda boshqaradi. Ikkinchisi avtomatikda robotni bitta tugmasini bosasiz, boshqa bir robotni topish kerak. Topib borib, surib chiqarib olish kerak. Tasavvur qiling, 50 ta boladan bir xil vaqt beriladi, hammasiga bir xil instrument beriladi, bitta bola g'olib bo'ladi. Mana ota-onalarga ham savol bermoqchi edim, qanday qilib? Endi o'zim ham javobini aytaman, ko'p qiynamoqchi emasman. Robototexnika bolada miyasida ko'p narsaning imkoniyati borligini tushuntirib beradi. Biz ertaga robototexnikani o'rganayotgan bolalarga majburiy tarzda sen hamma bola, hamma yigitlar va qizlar injener bo'ladi degan talab qo'ymaymiz. Birinchi darslarda bolalardan so'rayman, bolachalardan 8-10 yoshli bolalardan kim bo'lasan desa, aytadi, misol general bo'laman deydi kimdir. Kimdir shifokor bo'laman deydi. Kimdir ustoz bo'laman deydi. Kimdir harbiy bo'laman deydi. Kimdir injener bo'laman, kimdir olim bo'laman deydi. Hamma har xil o'zining kasb, sevgan kasbini aytadi. Men xursand bo'laman ulardan, chunki xilma-xillik juda yaxshi. Chunki har bitta odam hamma kimdir futbolchi bo'laman deydi. Ertaga yoshlar qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar biz istayotgan narsa shuki, ular o'z sohasida boshqacha fikrlash mumkinligining iloji borligini bilsin. Har doim bitta yo'l emas, boshqa bir yo'l borligini bilsin. Hozir RoboSumoda misol keltirdim. Musobaqada g'olib bo'lishda birdan bir yo'li bola, biz misol uchun fizikada maktabda doim havas qilib xonalarga qarardik. Hozir fizika xonalari maktablarda aniq ishlayaptimi yo'qmi bilmayman. Ayniqsa tuman maktablarida, boshqa qishloqlarda qarab, sekin eng kamida oynasi agar oynali bo'lsa, eshigi oynali bo'lsa, bunday qarab turib qarab qo'yardik. Bizga yoqardi fizika, kimyo xonalari, to'g'rimi? Laboratoriya. Lekin men aynan fizikani, kimyoni, matematikani bola haqiqatan sinab ko'radi robototexnikada. Amaliy tarzda. Nega? G'olib bo'lish uchun bola fizikani ishlatish kerak. Ishqalanish, og'irlik, massa degan narsalar ishlatish kerak. Yoki kodlayotgan paytda algoritmlar ishlatish kerak. Boshqa bir detekt qilib, boshqa bir jismda o'ziga o'xshash jismni ajratib olish uchun u yerda kodlash ketadi. Bu yerda aql bilan yutish mumkin, faqatgina va u yerda fizikani ishlatish kerak bo'ladi u joyda. Ya'ni og'irlikni to'g'ri boshqarish kerak bo'ladi. Agar og'irlik motordan oldinga o'tib ketsa, harakatlanish qiyinlashadi. Tushunyapsiz? Ya'ni u bola u yerda bu holaga bu narsa bolaga o'rgatilmaydi. Ya'ni robot qanaqa yasash o'rgatilishi mumkin, hamma narsa tushuntirilishi mumkin, lekin bola u joyda g'olib bo'lishligi uchun shunchaki kodlash to'g'ri bajarishi. Endi tasavvur qiling, kodlashni to'g'ri bajarishi shu bilan birgalikda robotni fizika qoidalari bo'yicha to'g'ri terish kerak. Endi tasavvur qiling, bitta bola robot yasayotgan paytida, ya'ni qo'lidagi jihozda
bir paytda o'zi 50 ta, 100 ta, 200 ta robot yasash mumkin bitta jihozdan. Bitta jihozdan. Va har doim har xil yo'li borligini bola bilib turadi. Bu boladagi miyani ochib olishga eng katta yordam beradi. Xuddi shunaqa. Birinchi o'rindagi maqsadimiz, agar robototexnikani o'rgatishdan maqsad birinchi o'rinda injenerlik bo'lsa, biz ishonamizki, mana bugun dunyoda sog'lom aql egalari ko'ryaptiki, dunyoda haqiqatan biz eng qiynalayotgan narsa bular muhandislar bo'lyapti. Davlat rahbari tomonidan ham eng ko'p aytilyapti, muhandis yetishmayapti. Haqiqatan bizda injenerlar yetishmaydi. Istalgan bir sohada injener, muhandis yo'q. O'zimizda AES quramiz deyapmiz, unga muhandis kerak. Fizika, kimyo bo'yicha mutaxassislar kerak. Unga busiz umuman iloji yo'q. O'zimizda agar sanoat sohamizni rivojlantirmoqchi bo'lsak, bu harbiy sanoat bo'ladimi, ishlab chiqarishdagi sanoat bo'ladimi, istalgan bir sanoatni rivojlantirmoqchi bo'lsak, bunga muhandis kerak. Va biz istayapmizki, bolalar robototexnika orqali muhandislikka muhabbat uyg'otsin. Uni bilsin. Bu muhandis, injener deganda bilasizmi? Qishloq joylarga borib injener deganda kim tushunasan? Siz traktorchini aytishadi. Xuddi shunaqa yoki ya'ni ular ham halol kasbgalar albatta, lekin injener deganda men yuksak, aql idrokli insonlarni yoshlar tushunishini chin ko'ngildan so'ragan bo'lardim. Bizga namuna sifatida ko'rishimiz mumkin bo'lgan joy bu Turkiya. Haqiqatan ularda mana Teknofest nomli musobaqa bor. Dunyoda, Yevroosiyoda, Yevropa va Osiyodagi nomer 1, birinchi raqamli musobaqa hisoblanadi. Birinchi raqamli. Va men yoshlarga aytmoqchimanki, xudo xolasa aynan o'sha musobaqa 2026-yil Samarqandda bo'lishi kutilyapti. Albatta qatnashinglar. Albatta. Men Xorazmda yaqinda ko'rib qoldim, bitta Instagramda bitta bola alohida robotlar yasab uyida nimadir qilib yuribdi. Ertaga borib tabriklab kelmoqchi. Borib sovg'a berib, robototexnika narsasini berib, chunki bizda eng kamida har bitta bola bilasizmi, yoshligimizda eng kamida dadamizni soati bo'lsa, uni biz ko'rganmiz. Nimadir buzib yasab ko'rgan. Ha, albatta, bizda ixtirochilikka bo'lgan qiziqish qonimizda bor. Haqiqatan bizni millatda nimagadir qiziqish bor, lekin keyinchalik nimagadir so'ndirib qo'yiladi. Hamma narsani baraqir o'rgatilamiz, qo'lni bunday qilib ko'tarishni o'rgatamiz, oshiqcha savol bermaslikka o'rgatamiz. Meni yoshligimda eslayman, meni savol berishni hech kim to'smasdi. Bobomlar har qanaqa savolimga Alloh umrlarini uzoq qilsin, u kishini har qanaqa savolimga javob berishardi. Har doim. Men o'zimda ham topilmaydigan xislat bu, lekin negadir. Lekin meni har qanaqa savolimga javob beriladi. Bolani savoliga javob berish kerak deyman. Bola qiziqishini qoldirmasligi kerak toki u savol berishdan uyalmasin, ma'lumot so'rashdan uyalmasin. Bola tarbiyasi juda muhim narsa ekan deyman. Ya'ni robototexnikadan asosiy maqsadimiz shu. Eng yaxshi bir ma'lumot aytmoqchiman, o'g'a. Xorazmliklar og'a deb gapirishni yaxshi ko'raman. Ko'pchilik shuna bo'lsa kerak. Chunki og'a so'zi sizlarda ko'p ishlatiladi-ku. Ma'lumotni aytmoqchiman. Biz mana robototexnikani ham, Najot ta'limni ham shu joyda ochdik. Robotni ham, Najot ta'limni ham. Bilasizmi, hozir bizni Farg'ona filialimizga borsangiz, odam shunaqa ko'pligidan robotda joy sig'maganidan biz yana xonalarda ijaraga olyapmiz-da. Joy sig'mayapti. Farg'onada. Samarqandda ham shunaqa, Toshkentda ham iloji bor shunaqa. Endi Andijon bilan Namanganda-yu ochgandik, ya'ni haqiqatan ular vodiyda qiziqish juda baland. Lekin negadir men Xorazmda hali bu narsani sezmadim. O'tganda podkastda aytib o'tdingiz, hamma filialimiz yaxshi ishlayapti, Xorazm uchun no'ro. Shuning uchun bilasizmi, ya'ni ota-onani ham qo'llab-quvvatlash maqsadida, chunki ota-onada ham qo'rquv bo'lishi mumkin. Shu podkastda ham aytmoqchiman, biz 500 nafar o'quvchi bo'lguncha Robbitni ham, Najot ta'limni ham birinchi oyini to'liq bepul qilib qo'ydik. Birinchi oy to'liq bepul, ota-ona farzandlar kelib shunday sinab ko'rish mumkin. Undan muammo yo'q. Mana kelib, bemalol ko'rib, haqiqatan o'zi IT ular uchunmi, robototexnika ular uchunmi sinab ko'rishlari mumkin. Chunki biz eng birinchi Toshkentda ochganimizda shu ishni qilganmiz. Toshkentda shu ya'ni 2018-yil ochganimizda odamlar IT ga qiziqarmi desa, yo'q deb aytaman. Eslayman, birinchi marta ochiq dars qilganmiz. 10 kishi yozilgan, bittadan kelgan. U ham yarim soatdan kelgan. Shundan xursand bo'lganman. Tushunyapsiz, bir kishi kelyapti. Ya'ni Xorazmda bugun shu holat. Lekin mana ota-ona bilan ishlayapmiz, bolalar bilan ishlayapmiz, ular qiziqyapti. Vaqt o'tib o'sha keladi. Ya'ni tabiiy ravishda hozir ham 200 nafar atrofida bola o'qiydi. Lekin bu yerda eng kamida 500 ta bola sig'adi. Shuning uchun keling mendan qo'llab-quvvatlov bo'lsin, haqiqatan filiallar to'lsin. Bu yerda ota-onalar ham sohani tushunsin degan maqsadda biz birinchi oyni to'liq bepul qilib qo'ydik. Va podkast ko'rayotgan ota-onalardan ham so'ragan bo'lardim. Agar haqiqatan farzandingiz 16 yoshdan katta bo'lib ITga qiziqsa, Najot ta'lim eshiklari ochiq. Dasturlash bo'ladimi, dizayn va marketing. Agar 8 yoshdan 15-16 yoshgacha farzandingiz bo'lsa, bemalol Robotga keling. Agar uzoq tumanlardan kelib o'qiyman deganlar uchun haftada 1 kunlik darsimiz bor. Haftada 1 kun 3 soat davom etadi. Ya'ni men juda ochiqman bu narsa bo'yicha, juda xursandchilik bilan qabul qilamiz buni.
Keyin aka undan tashqari bu yoshlar bolalarni asosiy vaqtini mazmunli o'tkazishga yordam beradi. Unaqa akademiyalar aka. Undan tashqari hozir maktablarda ko'ryapman. O'zim aytdim o'tganda sizga ham aytdim, eksperiment o'tkazib ko'rdim. Instagramda aka bir kunda sizga aytganimda 8 soat edi. Ertasi kuni bitta bola kelibdi. O'qituvchi men rekordni o'zgartirib 9 soat ko'rdim Instagramda bir kunda. Bir kunda Instagram. Haqiqatan odamlar ko'p Instagramga kirar ekan. Men tavsiya qilgan bo'lardim. Umuman 14-15 yoshga to'lmagan bolaga elektron telefon bermaslik kerak, smartfon. Maktab davridagi bo'ldi. Maktab davridagi bolaga umuman tavsiya qilmagan bo'lardim. Endi ota-ona bilan gaplashayotganimizda bizga ota-ona aytayaptiki, bolam bilan bog'lanib turish uchun telefon kerak deyapti. Unda aytaman, oddiy knopkali telefon berishlarini so'ragan bo'lardim. Chin dildan. Bizni Aziz aka Rahimov bilan bo'lgan suhbatimiz bor. Robbit loyihasini YouTube sahifasida turibdi. Iloji bo'lsa izohlarga ham yozib qo'ysanglar juda zo'r bo'lardi shu narsani. Albatta ko'ringlar, biz 1,5 soatda aynan texnologiya bu telefon degani emas. To'g'ri. Texnologiya bu telefon degani emas. Va 15 yoshgacha bo'lgan bolani hozir ham kuzda o'qidim. Telefonga qaramlik narkotik bilan qaramlikka tenglashtirildi olimlar tomonidan. To'ppa to'g'ri, chunki men darsni tugatishim bilanoq telefon yig'aman doim telefon yig'masdan dars o'tmayman. Telefon dars tugashi bilan ular sразу telefonga yuguradi va birinchi liba PUBG ga kirishadi, yoki Instagramga sразу kirishadi. PUBG yoki Instagram. Va ota-onalardan so'ragan bo'lardim. Haqiqatan bugun bu juda og'riqqa aylanib boryapti. Bolaga telefon bermaslik kerak, iloji boricha. Ya'ni ota-onani qo'rquvi nima bo'ladi, bilasizmi? Texnologiyadan qolib ketadi deb o'ylaydi. Kompyuter bor-ku. Kompyuter bor va undan mazmunli foydalansa bo'ladi. Va kompyuter hozir o'yinlar uchun qoldi. Oldin bilasizmi, qaysidir yillari biz yoshligimiz paytimizda kompyuter o'yinlar uchun bo'lgan. Lekin hozirgi o'yinlar birortasi kompyuterga mo'ljallanmagan. Ya'ni juda kamdan kam bola zerikadi kompyuterda o'yin o'ynashga. Nari borsa 15 minutda 20 minut o'ynash mumkin, keyin qo'li og'rib ketadi-da. Unga mo'ljallanmagan. Kompyuter bu ta'lim uchun mo'ljallangan odatda. Odatda bolalar menimcha o'ynamay qo'yishi kerak kompyuter o'yinda. Shunga so'ragan bo'lardim, agar haqiqatan texnologiyadan qolib ketmasligini istayotgan bo'lsa, ota-ona kompyuter sovg'a qilsin. Kompyuter birinchidan telefondan arzon. O'sha iPhone qurug'idan ancha arzonda. Bitta iPhone puliga kamida 2-3 ta kompyuter beradi. Oddiy ta'lim kompyuteridan 4-5 ta ham beradi hatto. To'g'ri. Aka podkastni boshlashimning sababi ham shu o'zi bolalarimiz vaqtini nimaga asosan sarflashyapti? Instagramga. Men Instagramdagi Xorazm mediasida men yangi loyiha qildik. Mana shu podkast Xorazmcha podkast. Maqsadimiz ilmli insonlarni ommaga ko'rsatish. Boya aytib o'tgandek, biz osmondagi bolalardan buni primer qilganmiz. Sizga katta rahmat. Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin va bu yerda chiqqan insonlarni birinchi ommaga olib chiqqansiz sizda aka. Biz bundan ko'rib o'qish payti soat 5 gacha ko'rib chiqadi ertaga o'qimasdan. Keyin o'qishdan kelgandan keyin ham oilamiz bilan birga ko'radigan loyiha edi. Nimaga to'xtab qoldi? Xo'p. Bo'ladimi? Menda o'zi ko'pincha tinchlik xohlaydigan odamman odatda. Ya'ni odamlar qurshovida bo'lish yoki kimdandir tarafidan e'tirof qilinishi menga unchalar mazur kelmagan narsa. Noto'g'ri tushunmang, ya'ni inson o'zining tabiati bo'ladi. Men odatda tinchlik istaydigan odamman. Menga tinchlik bo'lsa, ya'ni tinchlik qanaqa o'zim ishimni qilsam va mas'uliyat menda bo'lgan loyihalar bor. Masalan, mendan Najot ta'limda 3000 nafar o'quvchi o'qiydi odatda. Mana Robbit loyihamizda 800 nafar bo'ldi. Ular meni mas'uliyatim. Ular menga, ota-onasi ular menga ishonib kelyapti. Menga va jamoamga ishonib kelyapti. Ular birinchi o'rindagi mas'uliyatim va o'sha vaqtda va bizda osmondagi bolalarda qoida nimadan iborat edi? Qoida shundan iboratki, biz faqatgina, takror aytaman, biz faqatgina haqiqatdan loyiq bo'lgan insonlar chiqarganmiz. To'xtat, keyingi son chiqarishimiz kerak demaganmiz, chunki reklama olinmagan loyihada. Reklama olinmagan. Biz shunday ishlaganmiz, ya'ni chin ko'ngildan ishlaganmiz. Ijtimoiy loyiha va hozir viloyatlarga ko'proq safar qilyapti. Tinchlik istab, odamlar bilan gaplashib, haqiqatdan juda ko'pchilikda hayotini o'zgartirganini aytayapti. Yaqinda bir voqea bo'ldi. O'sha yaqin Azizbek degan yigitimiz garajga o'qishga kirdi, eshitgan bo'lsangiz. Shu yigit kelib Devonbekka bag'rimga bosib qo'ysam maylimi deb so'rashdi. Keling deb quchoqlashib ko'rishganimizdan keyin aka rahmat. Osmondagi bolalarda Yusufbek degan ukamiz bor, ular bilan suhbat qilgandik. Qatardagi universitetga grant yutgan, $300,000 ga yaqin. Shu yigit bilan 3 yil oldingi podkast ko'rgandim, u payt maktabda o'qirdim. O'sha paytdan beri o'zbek bolasi grant asosida chet el universitetiga kirish mumkinligini tushundim va harakat qildim. Men oradan 3 yil o'tdi. Birinchi turkini shundan olgan edim va bugun 100% grant yutdim. Garvardga u grant qanaqa? Hatto shunaqaki, siz grantga kirasizda sizga universitet tilagingni deydi. Men nima so'raysan deydi.
Nima kerak senga deydi. Kontrakt pulimi deysiz, yotoqxona pulim deysiz, borib kelish pulim deysiz, 2 yilda 2 marta samolyotda borib kelmoqchiman deysiz va ishlamoqchi emasman, ishlamasligim uchun men alohida pul berasan deysiz. Tasavvur qilyapsiz-a? Hamma narsani so'rashingiz mumkin. Va u shunaqa garantiyaki, hamma so'ragan narsangizni beradi. Shunaqa garantiya yutibdi. O'zbek o'g'loni, o'zbek yigiti, yoshgina yigit. Juda xursand bo'ldim shu narsadan. Xorazmda ham yuribman, o'sha u orqali siz bilan o'tganlik gaplashdim. Boshqa doim gaplashayotganimda nimadir eshitganimni juda eshitib xursand bo'lyapman. Maqsadim bor, nasib qilsa borib, ya'ni umuman Ramazondan keyin sekinlik bilan, ya'ni va oradan uzoqman 1 yildan oshiq vaqt o'tdi. 1,5 yil yaqin vaqt bo'ldi loyiha chiqmay qo'yganiga. MITga biz doim istagan, gaplashgan mavzu MITga bolalar kirish edi. MITga o'zbek yigiti kirdi. MIT Massachusetts universiteti. O'zbekiston hali birorta o'zbek yigiti kirmagan. Kirdi. Abdulla ismli yigitimiz kirdi. Aynan ular bilan borib suhbat qilish niyatim bor. Suhbat qilib, nima bo'ldi, qanday bo'ldi? Juda xursandman bu narsadan. Juda ko'p aytib yurarsiz. Juda ko'p. MITga kirmagan, birorta o'zbek yigiti kirmagandi shu paytgacha. Birinchi marta kirdi tariximizda. Bu juda katta yutuq. Albatta. O'sha aka osmondagi bolalar loyihasi shunday yoshlar ruhiyati cho'kib qolganda birdan chiqib, mana shunday yoshlarni bir ko'ziga nur olib keldi-da aka. Biz kimni lider qilib olishni maqsadimizni bildik-da, kimni ko'rish, kimga erishish deydi. Masalan, hozir mana Xorazm podkast niyatimiz shu, osmondagi bolalarda o'rnak olsak, bizda ham aka faqat artistlar chiqmasa, faqat bizda Xorazm deganda to'ylaringiz qanaqa deyishmasa, bizda ham ilmli insonlar borligini ko'rsatish. Maqsadimiz shu. Shunaqa Xorazmda talantli yoshlar, talantli insonlar juda ko'p. Mana hozir ham aytib o'tdingiz, 9 yil hisobda bir inson deyapsiz. Ya'ni ko'p bunaqa voqealar, misol uchun deylik, Uzinfocom nomli IT kompaniya bor. Juda katta kompaniya, O'zbekistondagi juda mashhur kompaniyalardan biri, eng katta filiali Xorazmda. Toshkentdan keyingi. Tushunyapsiz-a? Ya'ni Xorazm haqiqatan juda zo'r diyor, odamlari ilmga chanqoq o'zi aslida. Men shuni deb hisoblayman. Faqat turtki berib yuborish kerak. Va mana shunaqa turtkilar ko'payishi kerak. Mana shunaqa suhbatlar ko'payishi kerak. Biz mana iloji boricha Najot ta'limda hozir aytib o'tdik siz bilan. Iloji boricha suhbatlar qilishga, ilmli insonlarni olib kelib, Toshkentdan olib kelib suhbat qo'yishga harakat qilyapmiz. Bunaqa suhbatlar ko'payishi kerak. Bunaqa suhbatlar bo'lsa, ota-onalar kelib qatnashish kerak, bolasi bilan kelib, o'zi nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. Qayerda ilm bo'lsa borishlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Bilasizmi, men 2010-yil o'qiyotgan paytimda odamlar aytardi, bizim kursdoshlarim aytardi, har hol bizni mahallada yoshi katta odam qolmadi deyishardi. Keyin hayron qolardim. Qani yoshi katta erkaklar qolmagan bizim mahallada. Umuman hech kim qolmadi. 2010-yil, 2011-yilda men hayron qolardim. Nega desa hamma Rossiyada derdim. Endi hozir holat qanaqa bilmayman. Lekin haqiqatan endi ular ham halol mehnat qilaman deb ketyapti. Ya'ni men ularga ma'lumot qilmoqchi emasman, lekin tavsiya qilardimki, biz birinchi o'rinda dunyo tili bu ingliz tilini o'rganishimiz kerak. Farzandlarimizga yaxshi huquqli qilishimiz kerak, yaxshi ilmli qilishimiz kerak, toki ular bizdan ko'ra yaxshiroq yashasin. Ya'ni Rossiyaga ishlagani ketmasin. Bilasizmi, Rossiyaga ketayotgan odamlar orzu havas uchun ketyapti. Ular ham majburiyatdan ketyapti. Agar bo'lsa qani edi, uyda o'tirib ishlasa maza qilib. Va bunaqa bo'lmasligining eng yaxshi yo'li bugun yaxshiroq ilm olish. Haqiqatan mutaxassisga aylanish. Va odamlar kerak bo'lsa, siz iltimos falonchi aka, falonchi opa men bilan ishlaying degan darajaga mutaxassisga aylantirish bolalarni. Va bu qo'limizdan kelgan narsa. Bugun mana xususiy universitetlar ochilyapti juda ko'p. Ta'lim muassasalari ochilyapti. Ta'limda raqobat kuchayapti. Xususiy maktablar ochilyapti. Bolani ta'lim oldiraman, siz juda ko'p imkoniyatlar bor. Lekin shu bilan birgalikda so'ragan bo'lardimki, ta'lim va axloq tushunchalari boshqa-boshqa. To'g'ri. Ota-ona nafaqat bolasiga yaxshi ta'lim berishni, balki yaxshi axloq berishni ham muhim vazifalardan biri sifatida ko'rish kerak. Men yoshlardan eng kam topayotgan narsalardan biri bor hozir. Birov bilan ko'rishib gaplashayotgan paytida ko'rishayotgan assalomu alaykum. Bunaqa ko'rishadi. Tabassum yo'qolib ketyapti. Vaholanki oddiy narsa, vaholanki bizga buyurilgan narsa edi bu. Tushunayapsiz? Ya'ni bu xulq, go'zal xulq egalarigina shu ishni qila olishi mumkin. Bu narsani o'zi odamlar o'rganish kerak. Yoki o'rgatish ham kerak yoshlarga, yosh bolalarga o'zini tutishdi, omma oldida gapirishdi. Hozir yaqinda Izmirda o'tgan yili dunyo robototexnika musobaqasi bo'ldi. Butun dunyodan 90 dan oshiq mamlakatdan 2000 yaqin bolalar qatnashdi. 1,5-2 atrofida bolalar qatnashdi. Hammasi 8-15 yoshli bolalar. Endi birinchi sinf, ikkinchi sinf bolalarni ingliz tilida gapirayotgan ko'rsangiz og'zi ochilib qoladi. Butun dunyodan kelyapti. Tasavvur qiling, butun dunyodan kelyapti. Biz hozir shuncha harakatimiz bilan ingliz tilini o'rganishdan ortdamiz. To'g'ri. Yoshlar ishlari agentligi, ta'lim muassasalari juda katta harakat qilyapti.
Buni e'tirof qilaman. Lekin baribir ingliz tilini o'rganishdan ortamiz. Jamiyat bilan ota-onalar birlashishi kerak. Ha, mana hozir ko'pchilik rus tiliga berayotgan guvoh bo'lyapman, rus maktabiga. Lekin biling, ota-onalar trend ingliz tilida, rus tilida emas. Trend ingliz tilida. Ya'ni butun dunyo ma'lumotlarining asosiy qismi ingliz tilida. Ingliz tili bu xorij tili emas, dunyo tili. To'g'ri. Hamma informatsiyalar shu yerda. Xuddi shunaqa. Ya'ni men rus tilini o'rganayotgan ma'lumot qilmoqchi emasman. Avval ingliz tilini o'rgansin, keyin rus tilini o'rgansin. To'g'ri. Bepul kurslar ham ko'p ingliz tilida siz o'rganaman desa. Mana Ibrat farzandlari bor. Bepul shunday kirib o'rganaman desa bo'ladi. Ma'lum bir darajada yaxshigina bir darajaga olib chiqish mumkin o'zini. Eng kamida pre-intermediate darajaga, intermediate darajaga olib chiqish mumkin deb o'ylayman. Agar puli bo'lmasa haqiqatan ham. Shunday bepul YouTube'da turibdi. Bundan tashqari ancha kurslar bor. Juda ko'p, juda ko'p. Xohish bo'lsa bo'ldi. Xohish bo'lsa bo'ldi. Aytyapsiz, qo'lingizdagi telefonni yaxshi maqsadda ishlatsa bo'ladi. Masalan, men o'zi hayot qoidalarimdan bittasi bor, vaqt yo'qda vaqt topish. Juda ko'p o'rinda ishlataman va tavsiya qilgan bo'lardim. Shuning uchun ham Instagramni o'chirib olganingiz. Ha, hozir hamma tarmog'imni o'chirib yubordim. Juda tinch va sokin yashayapman. Tavsiya qilaman o'zi ko'pchilikka shuni. Chunki baribir haqiqatdan ular vaqt olgan narsa. Men u darajada ko'p vaqtim ketmasdi. Jami ijtimoiy tarmoqlarga kuniga 1 soat vaqtim ketardi. Shuni ham qizg'andingiz. Shuni ham qiziqondim, chunki umuman sport rejimiga o'tganimdan keyin hayotimni oxirgi 1 yilda reforma qildim anchagina. Sport rejimiga o'tganimdan keyin shu vaqtni ham qizg'anishni boshladim. O'zim ingliz tilini o'rganyapman hozir. Cambridgeda. Cambridge o'quv markazida ingliz tilini o'rganyapman. Ha, shunaqa. Ular ta'lim markazida shunaqa sekin davom etyapmiz. Aka, keyin moddiyat va ehtiyoj haqida gapirsak, masalan, Rossiyaga ketishyapti yoshlar. Nimaga ketyapsan desa, 3-4 yil ichida jenter oladi, yana 3 yil ishlab to'y qiladi. Maqsad qanday olishdi yoshlar? Zo'r. Agar haqiqatan Rossiyaga ketib ishlashga majbur bo'lsa, men ularni ma'lumot qilmoqchi emasman va borib haqiqatan ishlashsin. Lekin bu oxirgi chora sifatida ko'rilishi kerak. Avval shu yerda ilm olishsin, harakat qilishsin. Yo'q, endi bugun kechga majburman. Men ilm ola olmadim, men o'qiy olmadim. Borib ishlab kelsa o'qishim kerak desa, unda aytardim, borib ishlab kelsin. Kelgan, o'qigan, o'rgangan puliga ertaga kasb, daromad qilish mumkin bo'lgan narsa olsin. Uy yoki mashina emas. Chunki uy yoki mashina o'zida nimadir qiymat yaratmaydi. Lekin agar topib kelgan puliga uyda ishlab chiqarish korxonasi qilib olsa yoki ma'lum bir bilimni o'rganib bitta kasbli bo'lib olsa, tushunyapsiz? Ertaga u uyda turib, vatanda turib ishlash imkoniyatini beradi. Vaholanki agar uy olib yoki mashina olgandan keyin yana ketish kerak Rossiyaga. Chunki bu yerda qiladigan ish yo'q. Qarzi bor. Endi qarz bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa. Shuning uchun tavsiya qilgan bo'lardim. Chin dildan tavsiyam bor. O'zi yoqqan kasb bordir birorta. Duradgorlikka qiziqar. Masalan, yoki oliy ta'limni bitirib, ertaga biror bir joyda ishlamoqchidir, boshqadir. Aynan o'shunaqa ta'limga oid ehtiyojlar yoki kasbga oid ehtiyojlarni yopgani maqsadga ancha muvofiq. Faqat yoshlarda bitta narsa yetishmayapti, sabr, bardoshlik. Sabr, ya'ni siz ozgina, ya'ni aytadiki, hozir deydi, misol IT'da ham bo'lyapti bu narsa. Hozir deydi 1 yil qiynalib o'qir ekanman deydi. Keyin 2 million, 3 million deydi boshlanishiga o'ylaylar ekanman. Undan ko'ra ustachilik qilsam deydi, Rossiyada $1000 topaman deydi. Baraka topgur. Sen u 2-3 millionni 1 yil, 2 yil, 3 yil olarsan, nari borsa. Bu sohalar shunaqa sohaki seni tajribangga qarab daromad berishadi. Ya'ni ertaga 5 millionga chiqadi, ertaga 10 millionga chiqadi. Ertaga kompaniyalar kerak bo'lsa iltimos qilib keladi. Iltimos, men bilan ishlang deb. Shunaqa yoshlar, shunaqa kadrlar yetarlicha bor. Faqatgina buning uchun biroz vaqt kerak. Bir to'g'ri qurilishdagi o'sha daromadiga 1 yilda chiqa olmaydi. Buni e'tirof qilaman. Lekin qaysidir etapda uni o'tib ketadi. Va bu bolaga anchagina manfaatli va bir joyda sokin, pokiza joyda oilasini oldida ishlash imkoniyatini beradi. Va buning imkoniyati bor. Bilasizmi, bir case bo'lgan. Buxorolik bir yigit bor edi. Onalari bizdan rib ta'limda Xadra filialida qiynalib o'qitardi. Eslayman. Doim to'lov vaqti kelsa bir kun o'tirsam, to'lov bo'yicha ozgina nima suhbat bo'lyapti. Administrator qizimiz bilan onalari, o'sha bir yigitda onalari savol javob qilyapti. Shu kiro beraverib pulini, boshqa men ko'rdim vaziyatda nima bo'lyapti dedim. Borib. Shunaqa bular 2 oy qarz olib ketib qoldi, 2 oy, 3 oy qarz olib ketib qoldi, berish olmayapti deyishdi. Keyin men aytdim, men farzandimni dedi, o'zim o'qityapman hozir. Bor imkoniyatim shu. Qarz to'g'ri, lekin o'qitaman, lekin to'layman, har qanaqasiga to'layman. Faqat imkon bering deydi. Keyin xo'p dedim. Bir kun Xadra filialida yursam, o'sha yigitimiz aynan bitta muammoga yechim topgan ekan. Biz u muammoni 3-4 kunlab izlab yurgandik. Hali o'qiyotgan bola. Keyin Absattor degan do'stimiz bor, ularga aytdim. Absattordan bir yigit bor shu yerda, ismi Bahodir.
shunaqa ish bo'layotdi. Biz topolmagan muammoni javobini topib qo'yibdi tezda. Juda wunderkind bola. Lekin pulni to'lolmayapti, kursini pulini dedim. Qancha qolgan desam, ya'ni to'loviga shuncha pul bo'lar ekan dedim. Shunday o'shda o'zida berdim. To'lab qo'yib aytdingiz. Shunday to'ladi. Ham sottir ekansiz. Shuni to'ladi. Bahodirga shuni to'ladi-da, bo'ldi men ishga oldim bo'ladi. Onasiga ham juda xursand bo'ldi rost. Va eng qiziq tarafini aytaman, shu yigitimiz hozir dunyoning eng katta kompaniyalaridan biri, top 10 talikda turadigan kompaniyalardan biri IBM da dasturchi bo'lib ishlayapti. Polshada ishlayapsiz. Polshada turib ishlayapti. Bu juda katta yutuq. U yigit uchun ham juda xursandman. Uni qo'llab-quvvatlagan absotlar uchun ham juda xursandman va u yigitning onasi uchun ham juda xursandman. Chunki o'sha ta'limimiz uchun investitsiya kiritdi. Yosh yigitimiz endi 18 ga kirgan, eng qizig'i. Bahodir 18 ga kirgan hozir. Polshada ishlayapti. Polshada ishlayapti. Dunyoning eng kuchli kompaniyalardan biridir. Bu zanjir bizda tanlov turibdi, yoki Najot ta'lim yoki boshqa shunga o'xshagan akademiya yoki Rossiyaga ketish. Dunyo qarashni qanday o'zgartirildi shu yerda? Ya, aynan bu yerda Najot ta'lim demoqchi emasman. Istalgan sohada o'qisin, istalgan ta'lim yo'nalishida yoki IT ham demoqchi emasman. Masalan, chunki ITga haqiqatdan ish topish hozir grafik dizaynda, SEOda osonroq bo'lib qolishi mumkin nisbatan, lekin dasturlashda hozir qiyin. Ya'ni eng zo'rlargina ish topa oladi. Eng zo'rlar eng yaxshi o'qiganlargina. Yoki dasturlashda kirib ketishligi uchun hozir borgan sari ilm ko'payadi, chunki raqobat kuchayadi bu sohada. O'qish kerak. Yaxshigina o'qish kerak bu joyda. Xohlasa durakor bo'lsin. Ya'ni tanlovni qanday qilish mumkin? Tanlovda o'zi odamda bilinadi. Kimdir ilm odami bo'ladi, bitta joyda o'tirib ishlashni yaxshi ko'radi. Kimdir kasb odami bo'ladi. Balki qurilish sohasida ishlar. Misol uchun men bilaman, qurilish sohasida ishlab turib, o'zini mediada yaxshi tanita oladi. SEOni o'rganib olgan, ishini zo'r qiladi va uylarga kirib polni remont qilib berishadi. O'zini mediada ko'rsatgan. Ishi ham zo'rda. Ishi ham zo'r, mediada ham yaxshi ko'rsatgan, odamlar o'chib turadi. Zamon talabini tushunish. Odamlar navbat turadi. Masalan, qaysidir kasb egasiga ish tushganmi? Misol uchun 10 kundan keyin 15 kundan keyin bo'shayman desam, iltimos mayk tutib turaman degansiz. Bor shunaqa ustalar. Shunaqa ustalar bor. Albatta. Lekin ba'zi yana ko'p ustalar nima deydi? Bu yerda shu yo'q deydi. Lekin bitta ustada 15 kunlab navbat kutib turishga rozisiz, lekin boshqa bir odam umuman ish topa olmayapti. Chunki u o'z ishini ustasida. Xuddi shunaqa. O'zini, ya'ni 10 soat qoidasi bor. Bu samaradorlikni 21 usuli kitobida aytilganmidi yoki Zukkolar va Landauerlarda aytilganmidi, hozir eslolmadim. 10 soat qoidasini albatta o'qib chiqishlarini tavsiya qilaman. 10 soat qoidasini o'rganishlari kerak yoshlar. Istalgan bir kasbda mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, 10 soat qoidasi. 10 soat o'sha sohada tajriba orttirishingiz kerak. Yoshlar ko'pincha ishga kirgan paytida ertalab ish vaqtini nechida boshlanib, nechida tugaydi deb aytadi. Shaxsan o'zim ham xodim bo'lib ishlaganman ikkita kompaniyada. Bundan avval va hech qachon o'zim ish so'rab bormaganman. Meni taklif qilishgan ikkala kompaniyaga va men uchun ish vaqti muhim bo'lmas edi. Uylanmaganman, yoshman. Men uchun tajriba muhim edi. O'zi uchun. Har doim, ya'ni menga kimdir buyurayotgan ish emas, balki undan ko'ra ko'proq qilishni yaxshi ko'rardimki, nega? Men o'shunda tajriba oshirayotganimni tushunardim. Menga bu tajriba deb hisoblaganman. Tushunyapsizmi? Yoshlarga ham xuddi shuni so'ragan bo'lardim. Har qanday kasbda bor, ustachilik qilyapsizmi, ustachilik bo'yicha eng zo'ri bo'ling. Elektrik bo'yicha mutaxassisimiz sizdan zo'ri topilmasin o'sha joy bo'yicha. Har qanday kasbda eng yaxshisi bo'lishga harakat qiling. O'zingizdan o'zingiz qanoatlanmang. Ko'rayotgan mukammal nisbiy shuncha, lekin eng yaxshisi bo'lish iloji bor. Masalan, eng yaxshi bo'lishning eng yaxshi yo'li siz o'zingizga uy savol berasiz. Haqiqatan bugun men soham bo'yicha eng yaxshisimanmi? Mendan ko'ra kim yaxshiroq? Bu yaxshilik yo'lidagi raqobat hisoblanadi-da. Siz bir kasb egasisiz va sizdan ham yaxshiroq odam bo'lsa, men ham shu odamdek bo'lsam deb o'zingiz niyat qilasiz va shu bo'yicha harakat qilasiz. Bundan yaxshisi yo'q o'z aslida. Agar jamiyatda hamma shunaqa bo'lsa-da, jamiyatda bo'sh odam qolmaydi. Jamiyatda hamma professional bo'ladi. O'ylab ko'ring, butun jamiyatda muammo yaxshi bo'lsa, hamma yaxshi bo'lsa, hamma sohasida mutaxassisi bo'lsa, bu jamiyat mukammal bo'ladi. Albatta. Siz doktorga borayotganda qo'rqmaysiz, nima bo'lar ekan kelajagim deb. Farzandingizni ta'limga berayotganda qo'rqmaysiz, bolamning tarbiyasi, ta'limi nima bo'lar ekan deb. Yo'lda yurayotganda chuqurga tushib ketmayman deb qo'rqmaysiz, chunki yo'llaringiz ham tekis bo'lgan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ertaga pora berishga hojat qolmaydi, chunki qoidalarni birov buzmaydi. Jamiyat biz istaganda aslida jamiyatga aylanadi. Qachon? Hammamiz o'z sohamizda eng yaxshisi bo'lishga harakat qilsak. Va bolalarga buni ko'rsatuvda shunga o'xshash ko'rsatuvlar ko'rsatish tavsiya qilgan bo'lardimki, bolalarimiz katta ulkan maqsadlar bilan yashasin. O'zlari uchun kichkina maqsad qo'ymasin. Eng katta maqsadlarni qo'yish va unga erishish iloji bor. Buni imkoniyati bor narsa. Mana voqelikda aytaman, osmondagi bolalar ko'rsatuvini ko'rsin, biz olib chiqqan bolalar juda ko'pi noldan chiqqan yigitlar. Hech kim ularda masalan pora bilan olib kelib qo'ymagan u joylarga.
ilm bilan erishgan ko'pi. Ya'ni Allohning fazli bilan albatta bu narsa, lekin ilm sabab bo'lgan bu narsalarga. Bu narsani ota-ona, ya'ni birinchi o'rinda ota-ona tushunish kerak. Bolaga to'g'ri tarbiya beradigan, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, yo'naltiradigan odam bu ota-ona. Birinchi o'rinda ota-ona. Lekin ota-onalar ko'pchiligi bilamiz, hozirda yoshlarga ligotalik. Siz aytib o'tdingiz, korrupsiyali ishlarni taklif qilishni, mana bu sohada egallasang, ligotasi yaxshi, korrupsiyasi oldi berdi deydi. Shunaqa paytda yoshlar Endi men bir narsani tushuntirmoqchiman. Biz yaqinda Jahon savdo tashkilotiga qo'shilamiz. bu to'g'ri. Jahon savdo JST deb aytiladi. Bunga qo'shilamiz va bilasizmi, Jahon savdo tashkilotiga qo'shilgandan keyin bizga shu darajada xususiy kompaniya ko'p keradiki. Hozir ham o'zi avvallari men tushunaman, ota-onalarda avval faqatgina 90-yillardagi xususiy kompaniya degan narsa tushuncha bo'lmagan. Faqatgina davlat ishi bo'lgan. Tushunyapsiz? Va odamlar agar bilganki qo'lida diplom bo'lmasa yoki tanish bilish bo'lmasa ishga kira olmaydi. Bugun yoshlar unaqa emas. Bugun kompaniyalarga eng muhim narsa tajriba, diplom emas hatto. Tajriba. Nima qila oladi, nima o'rgangansan, nimani qilib ko'rgansan va nima qila olasan degan savollar beradi, bo'ldi. Shaxsan o'zimizni menga tegishli bo'lgan kompaniyalardan 500 dan oshiq odam ishlaydi bir paytda o'zida. 500 nafar. Biz o'sha savollarni beramiz, ya'ni nima o'rgangansan, nima qilgansan va nima qila olasan va o'rganishga bo'lgan xohishing qanday? Asosan tajriba va ishtiyoqiga, ishga moyilligi. Xuddi shunaqa. Ya'ni hammadan ham tajriba so'ramaymiz ba'zida. Asosiysi o'rganishga bo'lgan qobiliyat. Biz aytamizki, agar til bilsang, agar ingliz tilini bilsang va o'rganishga bo'lgan xohishing juda baland bo'lsa, senga istalgan narsani o'rgata olamiz. Bizning pozitsiya shundan iborat. Va ko'p kompaniyalar xuddi shunaqa. Junior ishga olar ekan, iloji boricha bolalarga o'rgatishga harakat qiladi. Ya'ni voqelik bugun Toshkentda ayniqsa voqelik shundan iborat. Va bilasizmi, yaqin 3-4-5 yildan keyin xususiy kompaniyalar ko'payaverar ekan, bu holat bu yerda ham sodir bo'ladi. Keyin aka yoshlarda hozir ikkilanish paydo bo'lyapti. Xususiy oliy ta'lim deydi. Xususiy universitetlar va davlat universitetlari. Yoki xususiy ta'lim bo'yicha. Masalan, Xorazmdagi 3 ta universitet bor, xususiy universitet, 28 ta xususiy maktab bor. Va insonlarda hozirda bunga ishtiyoq, qiziqish kam, juda kam. Faqat o'ziga to'q oilalar, qolganlar qiziqish bildirmayapti. Bunga qanday qiziqtirish mumkin yoshlar xususiy ta'limga? Endi men xususiyman, davlat universitetiman yoki xususiy maktabman, davlat maktabimman. Men birinchi o'rinda agar haqiqatan bermoqchi bo'lsa ota-ona, o'sha joydagi natijalar bilan tanishishni tavsiya qilgan bo'lardim. Lekin nima bilan emas, natija bilan. Ya'ni borib ko'rishsin. Masalan, Najot ta'limda ham biz har doim to'xtovsiz workshoplar qilamiz, amaliy darslar qilamiz. Bepul shunchaki kelib, ota-ona biz nima qildik, o'zi kimmiz va nima natijaga erishganmiz va bolani ta'limi va tarbiyasi bo'yicha nimalarda qilib ko'rsatganimizni ota-onaga ko'rsatamiz. Xususiy universitetlar ham agar ertaga deylik xususiy universitet bo'laman, davlat universitetiga ham bola kirmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda u yerda o'qiyotgan bolalar bilan gaplashsin. Qanaqa sharoitlar qilingan? Haqiqatdan u qanotlanyaptimi yo'qmi? Berayotgan puliga rozimi yoki yo'qmi? O'zi kutgan narsaga erishdimi yoki yo'qmi? Maktablar ham xuddi shunaqa. Maktabga masalan farzandingizni xususiy maktabga bermoqchimisiz? Borib ko'ring, haqiqatdan o'sha siz aytayotgan narsani beryaptimi yoki yo'qmi? Ya'ni siz istayotgan narsa bormi? Uni haqiqiy bahoni baribir mijoz beradi. Va shu bilan birgalikda aytgan bo'lardimki, agar sizda haqiqatan to'liq qobiliyati bo'lsa, farzandini xususiy maktabga berib ko'rganini eng kamida sinab ko'rgan maqsadga muvofiq. Chunki baribir eng kamida eng yaxshi bolalar, ya'ni bilimga haqiqatan ota-onasi qiziqtirgan bolalar bitta guruhda yig'ilgan bo'ladi. Eng kamida. Bu eng kamida. Agar ta'lim yaxshi bo'lsa, undan ham a'lo bo'lib ketadi jarayon. Ko'p xususiy maktabda o'qiyotgan bolalarni bilaman. Xususiy maktabga borgandan keyin o'z maktabida eng yaxshi bolalar bo'ladi odatda. Mendan ko'ra yaxshiroq bolalar bor ekan, hali ilmim kam ekan, ko'proq narsani o'rganishim kerak ekan degan fikr paydo bo'lyapti bolalarda. O'zi ustida ishlaydi, o'zini ustida ko'proq ishlaydi. Albatta, o'zini ustida ko'proq ishlaydi. Bu ancha yaxshi natijalarga olib borsa kerak deb o'ylayman. Xo'sh, aka kelgan bizda Xorazmdan ketgan, top universitetiga ketgan yoshlar ko'pchilik qaytmayapti. Xususan o'zim bilan bitta kursda o'qigan 7-8 ta do'stim hali kelishmagan, yurishibdi. Ularni qanday qaytaramiz, oltin boshlarni? Birinchi o'rinda savolim, nima uchun qaytish kerak deb savol beraman. Nima uchun qaytish kerak? Vatanga xizmat qilish kerak. Albatta, men uni tushunyapman bu jihatida, lekin ular nima uchun qaytmayapti degan savolni beraman. Ya'ni men uni tushunyapman, sizni tushunyapman, dardingizni tushunyapman, kelib vatanga xizmat qilsin deyapsiz. Lekin ularda maqsadi nima? Ular erkin, tolerant bir jamiyatda yashab, ya'ni o'sha davlatlarda uni muhitiga o'rganib qolgan. Bu yerdagi urbanizatsiya, shaharlashuvdagi sharoit odamlarga yoqadigan darajada bo'lib qolgan bo'lsa, odam kelgisi kelmaydi uncha. Bu kelish, bu mas'uliyat, bu mashaqqat. Chunki odam juda ko'p o'zini erkinliklaridan qaytib kelish kerak.
juda ko'p mas'uliyatni o'ziga qaytib berish kerak. Yani hayotini noldan qurish kerak yana qaytadan. Noldan qurish kerak. Qaysidir holatda adolatsizliklarga chidash kerak bo'lib qolishi mumkin. Boshidan ishdan kirish kerak bo'ladi. Kimdir ya'ni jarayon biroz murakkabki, insonga haqiqatan juda kuchli xohish va qat'iyat kerak bo'ladi qaytishga. Lekin eng kamida men aytardimki, agar o'sha joylarda ishlab yurgan bo'lsa ham, halol kasb bilan oilasini boqayotgan bo'lsa, eng kamida O'zbekistonga pul jo'natyapti, valyuta jo'natyapti. Bundan xursandman. Chunki iqtisodiyot baribir bizda anchagina qismi migrantlardan keladigan pulga tobe bo'lib qolgan. Buni tan olib aytishimiz kerak. Ya'ni ular bizni qo'pol qilib aytganda boqayotgan insonlar. Vatanni ma'lum bir qismidagi jamiyatga pul olib kelayotgan odamlar. Ya'ni oltin boshlar ular haqiqatan men ham istayman. Ular uchun sharoit yaratilishini, ular qaytib kelishini chin ko'ngildan istagan bo'lardim. Lekin majburlanmaslik tarafdoriman. Biz shunaqa sharoit yarataylikki, ular kelsin. Yoki o'zlari kelib shunaqa sharoit yaratsin, lekin unga ruhan va ancha tayyorlab berish kerak. To'g'ri. Temur aka, siz uchun boylik nima? Xo'p, boylik bu men aytgan bo'lardim, birinchi o'rinda tinchlik. Qanoat. Men uchun ya'ni aytadi, boylik nima bilan o'lchanadi deb ko'p savol beriladi. Boylik qanoat bilan o'lchansa kerak. Chunki insonda nafsini oxiri yo'q. Bugun eng nosoro insonni oldiga borsangiz ham nimadir kami borligi haqida aytadi. Lekin eng boy odamni oldiga borsangiz ham muammosi tugamaydi. Insonda muammo tugamaydi, insonda xohish tugamaydi. Insonni nima baxtli qiladi deb aytsangiz, men faqatgina qanoat baxtli qiladi deb o'ylayman. Ya'ni qayerdadir borganda taslim bo'la olish. Robbisiga taslim bo'la olish, ya'ni qayerdadir to'xtashni bilish. Ya'ni boylik jihatdan aytmoqchiman. Ilm jihatidan emas, ilmda oxiri yo'q. Ilmda har doim inson tug'ilar ekan toki o'lguncha ilm yo'lida bo'lishi kerak deb hisoblayman. Men har kuni ishga kelar ekanman, men nimadir o'rganaman deb kelaman har kuni. Tushunasizmi? Va har kuni nimadir o'rganaman. Va bundan zavqlanaman. Mana hozir ham ingliz tilini o'rganyapman. Suzishni o'rganyapman. Tushunyapsizmi? Professional tarzda. U doimiy to'xtamaydigan jarayon. Bundan keyin nimadir kurslarga borib yuraman. O'zim ustimda doim ishlayman va buni yaxshi ko'raman. Aslida o'zi haqiqiy boylik insonning qanoati. Mana shu insonga haqiqiy boylik hissini berishi mumkin. Bilasizmi, milliarder insonlar bor, boyligi juda ko'p bo'lishi mumkin, lekin ulardagi osoyishtalik va tinchlik yo'qligi hayotini barbod qilib yuboradi. Lekin ba'zi bir oilalarda bilasiz, topayotgani o'ziga zo'r yetadi. Kulbada yashashi mumkin, uyda tapchanda o'tirishi mumkin, masalanda. Ya'ni kerak bo'lsa o'sha deylik farzandiga yilda 1-2 marta kiyim olib berishi mumkin, lekin ular baxtli insonlar. Bolasiga yaxshi tarbiya bera olgan, halol rizq bilan uyga olib kiryapti. Rizq bilasizmi, bugun bizda e'tibor berilmayotgan jihatlardan biri insonning rizqi masalasi bo'lib qoldi. Ya'ni odam o'zini topayotgan rizqini haloldanmi yoki boshqa joydan kelayotganligiga e'tibor bermayapti. Pul bo'lsa bo'ldi deb hisoblaydi. Lekin u pul qayerdan kelyapti? Qaysi yo'l bilan kelyapti va odamlar rozi qilib olyaptimi u pulni aslida? Chunki siz bu narsani bugun ota-onangizga olib borib berasiz, eng kamida farzandlaringizga yegizasiz, ahli ayolingizga yegizasiz bu narsani yoki eng kamida o'zingiz tanovul qilasiz. Ya'ni topayotgan narsangiz halol bo'lishiga sizga qalbiy xotirjamlik beradi. Va aytaman, inson uchun qalb xotirjamlikdan ko'ra baxt bormikan? Qalb xotirjamlikdan ko'ra boylik bormikan? Bundan boshqa narsa insonga boylik, baxt olib kela olmaydi, ishoning. Milliarderlar ko'rmaysizmi? Siz oldingizda eng zamonaviy kiyimlarni kiygan, kurtoy holatda turgan ayol qizlarni, yigitlarni ko'rmaysizmi? Istalgan bir holatda ko'rgan taqdiringizda ham ishoning, qalban yozilgan. Agar axloqi to'g'ri bo'lmasa va ruhiy xotirjamligi bo'lmasa, faqatgina insonga qanoat baxt olib berishi mumkin. Bu tajribani juda ko'p ko'rganim, hayotlarda insonlarda ko'rganim, o'qiganlarimdan va hayot tajribamdan kelib chiqqan holatda deyapman. Va grantlar haqida, Najot ta'limni grantlari haqida eslatib o'tdim. Doim buni eshitib xursand bo'laman va o'zim ham bundan doim o'rnak olaman. Chunki 4-son podkastim chiqqandan keyin 5-6 ta telefon bo'ldi. Qancha keladi podkastga to'lab beraman, meni chiqar. Voy to'xtang, qadriyatingiz menga to'g'ri kelmas ekan. Uzr. Biz o'zimiz tanlab chiqazamiz. O'zimiz qiziqqan ilm haqida chiqazamiz. Yaqinda aytdim, SIT-dan aka 1580 ball oldi. Juda zo'r ball. 100% grant bilan Amerika universitetlariga kirishga kelasizmi? Yaqinda ketishadi. Xudo xolasa ketishdan oldin intervyu olib qolamiz. Yana bitta do'stimiz IELTS'ni 9 oldi aytib o'tganimizdek. Shunaqangi ilm haqlarini biz ko'rsatmoqchimiz. Shunaqa yoshlarni ko'paytirish kerak. Albatta. Va bular ertaga ko'proq natijalarga erishadi. Uni ko'rgan yoshlar ko'proq tushunadi. To'g'ri, ilm bilan nimaga erishish mumkin ekan demak. Men ham SAT o'rganaman. Men ham IELTS'ni 9 olaman dedi. Bilasizmi, IELTS'dan o'zi 9 olishdan ko'ra writingni yuqori qilish eng muhim hisoblanadi. Men o'zi ko'pincha
bolalar bilan gaplashib qolganda IELTS'ni 7 oldim yoki 8 oldim deydi. Writing nechi deb so'rayman. Birinchi writing so'raysiz. Ha. Buni sababi bor, chunki yoza olgan odam bor-ku, o'ylay oladi. Chunki yozishing qiyin. Chunki u ash tilda fikrlaydi. Xuddi shuna tilda yoza olish uchun o'sha tilda fikrlash kerak. Juda chunki mana o'zingiz tilingiz yozishga qiynalasiz-ku, hatto erinasiz-ku. To'g'rimi? Ayniqsa telefon rivojlanib ketgan paytida. O'sha jihatlardan kelib chiqib bunaqa sonlarni umuman ko'paytirish kerak deb hisoblayman. Yoshlar o'ziga lider qilish kerak-da. O'ziga lider qilish kerak. Men Najot ta'limda har yili biz grant beramiz. Odatda mana hozir ham Cambridge bilan bu yil grantimiz nihoyasiga yetdi. Jami 100 nafar bolaga grant berdik yana. Endi nima uchun bu grantlarni berasizlar siz? Men bir va'daga ishonaman. Alloh taolo va'dasiga eng kamida birini bersang 10 qilib beraman degan va'dasi bor. Bu shak shubhasiz ishonish kerak bo'lgan narsa. Inson bir yaxshilik qilar ekan, hech narsa kutmasdan evassiz yaxshilik qilishi mumkin. Bandasiga nisbatan narsa kutmasdan. Robbisidan qancha so'rasa kam aslida. So'rash mumkin-da doim. Chunki Robbisi ham shuni yaxshi ko'radi. So'rab biz aytamizki, eng kamida shuni 10 barobar qilib qaytarib bersin, eng kamida. Balki undan ko'proq qaytarib bersin. Chunki biz bilamiz, eng kam ta'minlangan, haqiqatan muhtoj, o'qiy olmayotgan bolalarni 100 nafarni tanlab olamiz va 1 yil davomida o'qitamiz. Cambridge ingliz tilini o'rgatadi. Najot ta'lim IT, dasturlar, dizayn, marketing bo'yicha bepul ta'lim beradi. Chin ko'ngildan xursandmanki, bu biz challenge'da, ya'ni bu shunaqa grantlarni 3 yildan beri davom ettirib ketyapmiz. 3 yildan beri to'g'ri grant beramiz. Xayrli qilsin aka. Rahmat. Temur aka, endi siz tavsiya qiladigan kitoblar yoshlar. Xo'p. Birinchi o'rinda o'zim 2024-yilda o'qigan, jamoaviy tarzda qayta o'qigan kitoblarimdan biri Nabaviy tarbiya kitobini tavsiya qilgan bo'lardim. Chin ko'ngildan albatta olib o'qinglar. Vatan haqida eng yaxshi kitoblardan biri bu Alvido Vatan. Alvido Vatan kitobini o'qish kerak. Hamda yoshlarda tanqidiy tahliliy fikrlashni rivojlantirish uchun tavsiyam Savol ortidagi savol nomli kitob bor. So'z deb ham nomlanadi. Albatta shu kitobni o'qish tavsiya qilgan bo'lardim. Endi agar bundan boshqa yana qanaqa kitoblar bor tavsiya qilinsa o'qisam deyilsa, Turkiston qayg'usi juda yaxshi kitob. Aka, shu kitobni men hozirgi vaziyatga to'g'ri keladigan kitob deb bilaman. Chunki men aka u kitobni o'qiganimda ichga kirib ketganman-da. Ko'chada keyin Alexandro Soxonini ziyorat qilib borib, kitob shunaqangi yozilgan voqelikka kirib ketasiz aka. Hozirgi davrda Xitoy bizga mo'mos bo'lib turganda bizga shu kitobda biz o'rgansak bo'ladi ko'p narsa. Inson deyapti, zamonasini muammolarini tushunib yashashi kerak. Loqayd bo'lmasligi kerak debdi. Alexandro Soxoni. Menga juda yoqqan kitob. Haqiqatan biz musulmon o'laroq voqelikda his qilishni o'rganishimiz kerak. Dunyoda nima bo'lyapti? Jamiyatda nima bo'lyapti? Qaysi kasblarga talab oshib boryapti? Masalan, oddiygina men sizga aytaman. Qarang, bepul. Men yoshlarga aytgan bo'lardim. Typing.com degan sayt bor. Typing.com. Kompyuterda yozish bo'yicha tezlashtirib beradi. Istalgan bir kompaniyaga borsangiz, siz kompyuter kerak hozir. Yozib beradigan odam yoki AI bo'yicha. Prompt engineering degan kasb paydo bo'ldi hozir. AI dan to'g'ri zardacha beradigan, lekin yoshlar shuni bilmaydi. Oddiy narsalar vaholanki. Yoki kompyuter soatxonaga oycha shuncha bepul kurslar turibdi. Biz Edfix platformamizda adashmasam 500 ming atrofidami yoki bepul xuddi shu darajada, ya'ni juda arzon, kompyuter soatxonaga oid. Ishga kirayotgan paytida eng kamida shuni so'rashadi. Yo'q, bolalar bilmaydi shu narsani. Vaholanki o'rganish mumkin, iloji bor. Shunchaki qanoat bo'lish kerak. Ertaga keyin u bola yoshlar meni hech kim ish bermayapti, boshqa lekin ish bormi? Bor. Mana hozir ham bizda o'zim vakansiyalar bor. Bepul. Mana qarang, ta'tilda 3000 bola o'qiydi bizda. Sizlarda demoqchiman, ya'ni Xorazm fillarida 3000 bola o'qirgan. Lekin bitiruvchilardan yoki o'sha bor vakansiyalardan biz o'zimizga mos bo'lgan kadr topa olmayapmiz. Talab bor, taklif to'qnashuvda topa olmayapsizlar. Yo'q, taklif bor. Taklif bor, ya'ni biz aytyapmiz, kelinglar ishga olamiz deyapmiz. O'shaqa bolani topa olmadik. Ya'ni sohasi bo'yicha haqiqiy mutaxassis bo'lgan, ustida ishlashni, mana ta'tilning 4-kurs bolalar kelyapti-da, dasturlashtirib, nima qilgansiz bizga umumiy o'rgatilganda deyapti. Unaqa emas, ya'ni o'zi qiziqmagan deb o'ylayman. O'zi o'rganmagan deb o'ylayman fikrim. To'g'ri, balki ta'limda muammo bo'lgandir, lekin ta'limda muammo bo'lgani yana bu o'rganmaslik kerak degani emas-ku. O'zini bo'sh vaqtida o'zini ustida ishlash kerak bo'ldi. Xuddi shunaqa. Xo'sh, aka yoshlarga murojaatingiz Xorazm yoshlariga. Bizda ayniqsa Xorazm juda qadimiy yurtlardan hisoblanadi. Yoshlarning qo'lidan juda ko'p narsa keladi. Bu aniq narsa. Bu tarix o'zi isbotini topib ko'rsatgan narsa. Ota-onalardan ham, yoshlardan ham so'ragan bo'lardimki, ilmga ko'proq qiziqaylik. Masalan, men yoshlardan so'rayapmanki, kim qanaqa kitob o'qiydi deyman. Desam,
qo'l ko'taradigan odam juda kam topilyapti. Ya'ni kitob o'qish juda kam tushib ketib qolgan. Vaholanki men eng kamida agar vaqtim bo'lmasa mutolaa ilovasidan audio kitob eshitib kelaman. Bepul. Mana yana ota-onalarga aytaman, bepul. Qizlarimizga aytaman, eng kamida bor bidish olib yuborsiz uyda deyapman. Ha, idish olib yuborsiz. O'sha paytda audio kitob qo'yib qo'ying. 20 minut idish olib yursiz, ovqat qilayotgan paytingizda 1 soat bitta kitobni eshitib qo'yasiz, 20-30 betini. Agar vaqtingiz yetmayotgan bo'lsa, menga ko'pchilik vaqtim yetmayapti deydi. O'qishga kelasiz, o'qishda mashinada kelasiz, mashinangizda eng kamida qulog'ingizda naushnik bo'ladi. Kitob eshitib keling eng kamida, audio kitob. Agar vaqtingiz kitob o'qishga yetmayotgan bo'lsa. Birinchi o'rinda men aytgan bo'lardim, ilmga biz yanada ko'proq qiziqishimiz kerak. Xorazmda juda ko'pchilik odam Rossiyaga borib ishlaydi. Ayniqsa oilasini boqish uchun, halol rizq topish uchun men uni tushunyapman, lekin keyingi avlod buni olmasligi kerak. Jon ota-onalardan so'ragan bo'lardim, yangi yoshlardan, bugun maktabda o'qiyotgan bolalardan PUBG ni yig'ishtiring. PUBG ni Instagram sizga umuman foyda bermaydi, ishoning. 100 gram foyda bermaydi, 100 gram. Hech qanaqa foydasi yo'q. Lekin ilmdan foyda bor, kasbdan foyda bor. Millatni rivojlantirasiz, ertaga vataningizni yuksaklikka olib chiqasiz, oilangizni oldida ertaga pul topishning imkoniyatini beradi. Qachon yaxshi ilm olsangiz, yaxshi kasb o'rgansangiz. Har qanday kasbda, har qanday boring sartarosh bo'ling, eng zo'ri bo'ling. Albatta kasbda eng zo'ri bo'lish. Ha, sohangiz sartarosh bo'lsangiz, odam telefon qilib keladi-yu. Aka bo'shmisiz deydi, qachonga vaqtingiz bor deydi. Siz vaqtingizga qarab. Shunaqa sartaroshlar Toshkentda juda ko'p. O'zim 10 yildan beri bitta sartarosh soch oldiraman, doim telefon qilib boraman. Aka qachon bo'ladi? 2 soatdan, 3 soatdan keyin deb aytishadi. Ba'zida bugun vaqtim yo'q deyshadi. Tushunyapsiz-a? Ya'ni nimaga ishini sevib qiladi u odam. O'sha ish narsadan qanoat qiladi. Men hammani aytib o'rgansin demoqchi emasman. U hammani qo'ldan kelmasligi mumkin. Lekin yaxshi mutaxassis bo'lish qo'ldan keladi. Ustozimsiz, yaxshi ustoz bo'ling. Mana hozir borgan sari xususiy maktab ochilyapti deydi. Nechta xususiy maktab bo'ldi? 28 ta. Xususiy maktablar birinchi o'rinda kimni izlaydi? Davlat maktablaridan eng yaxshi deydi, misol uchun deydi, ingliz o'qituvchisi kim deydi? To'g'rimi? Eng yaxshi deydi, matematika o'qituvchisi kim deydi? Shuni olib kelamiz deydi. Sekin-sekin konkurent oshib boradi. Voqelikda ham shunaqa bo'lyapti. Shunaqa bo'lyapti. Voqelik ham xuddi shunaqa bo'lyapti mana. Eng zo'ri bo'ling, eng yaxshi bo'lishga harakat qiling. Ustingizga ko'proq ishlang. Vaqt degan tushunchani unuting. Agar uylanmagan bo'lsangiz, oila qurmagan bo'lsangiz, vaqt ilm olish vaqti deb hisoblang doim. Va umringiz oxirigacha ilm oling. Bu maktab, ilm bu faqatgina maktabda, universitetda, kollejda o'qilgan narsa emas. Ilm diplom uchun olinmaydi. Ilmda maqsadni birinchi o'rinda qo'yib olish kerakki, olgan insonning ilmi uni manfaatiga, odamlarga, jamiyatga foyda berishiga haqiqatan yordam berishi kerak. Bizni xuddi shu himmatli bo'lish kerak inson birinchi o'rinda. Ya'ni men diplom olaman, diplom orqali ishga kiraman, o'shundan keyin zo'r topaman, hech kim meni ishimga aralashmaydi, oylik oshsa oshadi menda ham yoki levi bo'ladi, shu bilan yashayman. Bundan ko'ra badbaxtroq yashash uslubi bormi, ayting menga? Bundan ko'ra yomoni yo'q aslida. Lekin siz bir kasb egasi bo'lingki, odamlar shundan manfaat olsin. Hamma ota-onangizga rahmat aytsin. Sizga odamlar ish tushgan paytida emas, chin ko'ngildan sizni xulqingizni, axloqingizni yaxshi ko'rsin. Mana shu haqiqiy insonlik. Va xuddi shu narsani so'ragan bo'lardim men yoshlardan. Ota-onalarga shunaqa aytgan bo'lardim, farzandimizni xuddi shunaqa tarbiya qilaylik eng kamida. Odamlar ko'rib ota-onasiga rahmat desin. Mana shu haqiqiy baxt o'zi. Mana shu yashash tarzi bo'lishi kerak insonda. Va Xorazm ahlining ham qo'lidan keladiki, farzandiga xuddi shunaqa tarbiya bera olish. Balki ko'pchilik shuni ustida harakatdadir. Bu podkastda ham aynan xuddi shunaqa odamlar ko'rar aslida. Lekin ko'pchilik ko'rishni chin ko'ngildan istagan bo'lardim va iloji boricha farzandlarimizga yaxshiroq ilm berishga harakat qilishimiz kerakligini aytgan bo'lardim. PUBG ni yig'ishtirish kerak, telefonda olib qo'yish kerak bo'ladi. Telefonda olib qo'yishning eng yaxshi yo'li uni qo'lidan shart yurib olib qo'yib bo'lmaydi lekin. Iloji yo'q buni. Murosa qilib sekin tushuntirish kerak. O'sha aytganimdek podkastda Aziz aka bilan juda yaxshi gaplashganmiz. Birinchi o'rindagi tavsiyam holatini qo'yib beramiz. Ha, albatta yana aytaman, o'sha birinchi o'rindagi tavsiyam bugun iloji boricha bolalarda ilmli qilsak Rossiyaga ketish kamayadimikan deb o'ylayman. Mana shu ancha voqelikni o'zgartiradi. Bolalarda chunki ota-ona uzoqda bo'lsa, bolalarning tarbiyasiga ta'sir qiladi. Bu ko'rgan voqeligim. Balki og'a siz mendan ham yaxshiroq bilarsiz, balki bu voqelikni. Katta voqelik bo'lgan. O'zim restoranda ishlagan paytim noshta ishlayman, asosan kunduz o'qiyman. Keldim bir kuni topamiz ishlarni xivali. Noshta 12 soat ishlaydi, ertasi kuni ham qolaman deyapti dengi. Endi biz boshqa opamiz ishlab u chiqmadi. Opa nimaga qolyapsiz? 24 soat bo'lib ketadi. Pul kerak, to'y qilishimiz kerak, sinimni chiqarishimiz kerak. Biz sog'ligingizga qarang deyapman. Xo'p, 24 soat ishladik, kechqurun nochga boshqa odam topiladi, yana o'zim ish qilaman. 36 soat. Va 36 soatda kechqurun nochda shunaqangi bo'ladi.
staff deydi, ishchilarga boshqacha ovqat beriladi. Aka Roltonni yarim bo'lib yeb o'tiribdi-da. Oilasi ajrashgan, yer yo'q, ikkita bolasi bor, yarim bo'lib yeb o'tiribdi. Nimaga bu yana nima qilyapsiz? O'zingizni qiynayapsiz. Nimaga shuncha dam olib keling desam, yo'q deydi, ishlashim kerak. Aka, shunaqangi inson xo'rlanib ketar ekan, men vaziyatni ko'rib o'zimni maqsadim qildim. Xorazmda bitta yosh hali chiqmaydi. Inshaalloh nasib qilsa, shu duo qildim shu paytda bitta yosh Xorazmdan chiqmasin tashqariga. Rossiyaga ishlagani chiqmasin. Bundan tashqari aka bizda mana shu podkastni qilishimdan maqsad ko'pchilik aytadi, do'stlar, nima qilasan? Senga nima foyda, nima beradi? Sen u muomala aytib o'tirsang, unga harakat qilsang, senga jamiyat yordam beradimi? Loqayd bo'lmaslik kerak. Men xohlayman bizning shaharimiz, bizda ham marafon bo'lsin. Xiva marafoni bo'lsa, xalqaro. Bizga ham turistlar kelsa, Samarqandga kelgan turist nimaga Xivaga kelmaydi? Men shuni xohlayman aka. Toza shahar bo'lsin bizda ham. Yoshlar aktiv bo'lsin aka. Qatnashing. Haqiqatan Buxoroda ham, Samarqandda ham marafon bo'ladi, Toshkentda ham. Vaholanki haqiqatan Urganchdan Xivagacha 35 kilometrda ozgina qo'shsa marafon yo'li chiqadi. Va men shuni xohlardimki, bizda ham xalqaro darajada marafon bo'lsin. Kelsin turistlar ko'rsin. Bizniki qutqaradigan narsa turizm va ilm. Boshqa hech narsa qutqarmaydi. Sizlarda turizm bo'yicha juda katta. Ya'ni dunyoda 20 oshiq mamlakatga chiqdim. Xivada joy yo'q, ishoning. Xivada joy yo'q. Ochiq osmon ostidagi muzey haqiqatda muzey. Biz bundan foydalanishimiz kerak. Ilm bilan turizmni o'rganib, men Bakuga borganimda Icheri shahar aka biznikidan kichkina. Icheri shahar aka. Bizda Xivada katta maydon katta, lekin biz undan foydalana olmayapmiz. Biz borib A+ni yozishni bilyapmiz. Bizga bobolarimiz bu narsani qurib qoldirib ketdi, biz undan foydalanishimiz kerak. Hatto buni ko'rsatishimiz kerak kelgan turistga. Turkiyaga borganimizda bizga shu narsani o'rgatdi. Turkiyada u yoqda shunaqangi aytadiki, kelgan turistni oxirgi tangasigacha olishni o'rgandi. Oxirgi tangasi olib qolishing kerak. Samolyotga chiqayotgan bitta ham tanga qolmasligi kerak. Turk puli deyapti-da. Shunaqangi o'rganinglar turistga xizmat qilishlik, u rozi bo'lib ketsin. Shunaqa ular san'at darajasiga olib chiqishgan. Turkiyaga ham ko'p borganman. Turkiya xizmat ko'rsatishdi, turistlarga bo'lgan e'tiborni san'at darajasiga olib chiqqan. Juda hurmat qiladi turistlarni ular. Va turistlar dunyoda mana hozir adashmasam kuchli 5 talikka yoki kuchli 10 likka kirib oldi Turkiya turizm bo'yicha. Yog'ilib keladi turist, tasavvur qiling, yog'ilib. Va shu narsani o'zimiz o'qadi. Agar uni yo'lga qo'ya olsak. Hozirda shu Og'a rahmat bugungi podkast uchun taklif qilganingiz uchun chin ko'ngildan va ishonaman bu podkastda ertaga obunachilar ko'payadi, ko'ruvchilar ko'payadi va siz ham yo'lingizdan og'ishmasligingizni so'ragan bo'lardim. Haqiqatan ilm bilan jamiyatga o'zini o'sha qanaqadir salohiyati bilan manfaat berayotgan insonlarni ko'proq ko'rsatishingizni chin ko'ngildan so'ragan bo'lardim. Ertaga buni obunachilar ko'payib, tomoshalar ko'paygandan keyin tabiiy ravishda oradan yillar o'tib ketadi. Bilmay qolasiz, lekin kimdir rahmat og'a, ertaga oradan 3 yil o'tdi, 4 yil o'tdi, siz sababli bunaqa bo'ldi. Menda bunaqa fikr paydo bo'lgandi, kitob o'qish boshlagan edim, ilm olish boshlagandim, kasb o'rganish boshlagandim. Rossiyaga chiqmasdan shu yerda ilm olaman deb aytganimizda qalbingizdan bir yengillik o'tadiki, undan yog'i yo'q. Inshaalloh. Alloh taolo xayrli qilsin aka. Men shunaqa rubrika boshlaganman, keyin sizga Firol nashrini kitoblardan sovg'a qilaman. Juda zo'r. Aka sizga ham olgandim. Rahmat akaga. Xursand bo'ldim. O'zim eng yaxshi ko'rgan sovg'am bu kitob. Hilol nashridan ekan. Chunki o'zim doim kitob o'qiyman aka. O'tganda ayamga 2 yil ichida 9 million sarflabman kitob. Ayamga aytyapman. Shunaqa 9 million ketdi desa, shuncha pul kitobga sarflab yuboribsan. Agar shu kitoblarni o'qimagan hozirgi bu darajaga yetishmasligim. Shunaqa shuncha hamma kimni ko'rsam kitob targ'ib qilaman. Kitob o'qing doim. Shunga aka loyiha qatnashganingiz uchun katta rahmat. Najot ta'lim va boshqa Lola Animation, Robit akademiyasiga ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Katta rahmat aka. Rahmat sizga ham katta ekan. Charchamang. Loyiha Najot ta'lim qo'llab-quvvatlovi asosida